Salom do'stlar, salomatligingizmi? Bugungi videomizda biz hardcore o'ynaymiz. Bu oddiy hardcore emas, qandaydir avtomatlar modini qo'shganman. Shularni yasashga harakat qilamiz, lekin hozircha hech narsa ko'rsatmayapti. Do'stlar, biz bitta atrofni tekshiramiz. Do'stlar, yana kanalimga obuna bo'linglar, like bosinglar. Biz tezroq 100 ta bo'lishimiz kerak. Videolar kam chiqadi, to'g'ri bilasizlar. Endi videolar ko'p chiqadi, ko'rasizlar. Agar like bosib obuna bo'lsanglar, video ko'proq chiqadi. Shuning uchun like bosib obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar. Biz birinchi navbatda daraxt chopamiz. Lekin ana pilis turadi, oddiy Minecraft bor, o'shani lekin cho'tga qotiribdi. Qandaydir nimadir qilgan. Menga yoqdi lekin. Bitta avtomat mod shuni narsa qo'shsa. Do'stlar, agar avtomat modi deyapman men, agar shu yasolmasak oddiy hardcore bo'lib ketadi. Maqsadimiz olmos topish. Bizga bo'ladi, maqsad ham bo'laradi. Like bosib obuna bo'linglar. Har xil narsa qilish uchun, har xil modlar bilan, har xil serverlarda o'ynashim uchun. Bularimiz kerak bo'lib qoladi. 13 ta daraxt yetib qoladi. Bunday. Do'stlar, aytgancha men yangi skin oldim. Oldingi safarlar skinsiz o'ynaganman. Shunaqa paytlar ham bo'lgan. Endi har kuni videolar ko'p chiqadi. Haftasiga 3 marta. Agar sizlar like bossanglar, kuniga video ko'p chiqadi. Haftasiga 2 ta 3 talar. Buning uchun sizlar like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Bularni qazlab olamiz. Toshni ko'p bo'lmaydi, ko'p narsalar yasashimiz kerak hali. Lekin bu avtomat modini o'zim ham hali tekshirganim yo'q. Shunday yukladim va qo'shaverdim. Aslida bu video bo'lmash kerak edi. Faqat o'zim o'ynab o'tirdim. Reklama chiqdi. Avtomat modlar ana bir bala xolos o'shanaqasi ilovasi ekan, o'tkazdim. Avtomatlar chiqdi, o'shani bittasi yoqdi, o'shani o'tkazdim. Agar o'xshamasa, yangi zona ochib o'sha yerda sinab ko'ramiz shu videoning o'zida. Bizga ko'proq tosh kerak, baribir 30 bitta yo'q, mana shu qatorda bitta joy qo'ysak, sindirib olsak bo'ldi. Tezroq. Do'stlar, sizlar like bosinglar. Shu videoning tagiga agar 50 ta like qilsanglar, shu videoning ikkinchi qismini chiqaraman. Buni yopib tashlaymiz bitlarni. Yo'q. Bitta yo'q. Mana shu yerda. Hamma yopib tashlaymiz. Ko'rdinglar? Moshina yopildi. Pechka bor, hammasi bor. Bu betga, bu metga. Urursam bo'ldi. Biz yuqori bashab qolishimiz kerak, chunki hardcore'damiz biz. Hardcore'da yashash qiyin bo'ladi. Agar moblar bitta mob zombiga o'ldirib qo'ysa, shunday videomiz hardcore'imiz ham tugaydi. Shular chofolik. Ya bo'yim yetmayapti. Bitta buni qo'yamiz va bunisini chopamiz. Iloji boricha ko'proq daraxt chopish kerak deganim. Hop.
Buni urug'lardan ham olib olish kerak. Qo'y bizga ko'p kerak. 3 ta qo'y bo'lsa, yotoqqa bemalol yetadi. Do'stlar, agar shu videoni tagiga 50 ta like yig'sanglar, ukam bilan ham video chiqadi. Unda ham hardkorda yashaymiz yoki kommentariyga yozdirib qolinglar. Hardkorda yashaylikmi yoki ukam kreativda, men survivalda shunaqa videolarni qilaylikmi? Ya shunaqa ukam meni qiynaydi shu deb har xil shunaqa videolarni kommentariyga yozib qolinglar. Ukam bilan ham video chiqadi endi. Shakar qamish olib qo'yamiz. Bularni buni yemaymiz. Nimaga desanglar, hali bu ko'p kerak. Bu qo'yni o'ldiramiz va yotog'iga solamiz. Hop. Ukam bilan har xil anavar o'ynaymiz. Har xil kartalar, modlar. Vamblok qilaymi Vamblok video. Agar kommentariyga yozib qoldiringlar, Vamblok bo'lsinmi yoki yo'qmi. Agar Vamblok anavasi chiqishini xohlasanglar, videosi chiqishini xohlasanglar, kommentariyaga plus anaqa belgisini qoldirib ketinglar. Agar chiqishini xohlamasanglar minus. Qaysi ovozga qo'yamiz? Qaysi bir ko'p bor ekan? Plus yoki minus. Do'stlar, sizlar meni videolarimni ko'rib nega like bosmaysizlar? Like bosinglar axir. Men harakat qilyapman. Shuncha men aytgan oldingi videolarda ham agar 50 tadan ko'p obunachi qilsa, stream qilish boshlayman. Streamlar ko'p chiqadi, xudo xohlasa. To'xtayman, shunday ham javob shular javob olsam. Buni ham javob olamiz. Tunda o'tkazib olamiz. Hardcore yana bu. Hardcore bo'lgani uchun o'tkazib olaman. Bo'ldi buni. Olamiz va pechka qaniydi? Pechka ham bo'ldi. Buni qo'yamiz. Ichiga go'shtlarni va buni qo'yamiz. Bo'ldi, shular pishib yotadi. Bulardan ham olayim. Mayli, ekib ketaveramiz. Olma tushdi. Bulardan buni ham o'ldirib olsam. Hay. Shaxta topish kerak, katta shaxta. Yo'q, kerak emas. Buni olamiz. Mayli, buni ham har ehtimolga qarshi pishirib qo'yaylik. Hammasini taxlaymiz. Bu yerga buni bu yoqqa, bu yoqqa tursin, buni bu yoqqa. Ovqat ko'p ham bo'lishi shart emas. Daraxtlar ham uncha kerak emas. Bo'ldi, olamiz. Buni ham mana shu yerga qo'yamiz. Shaxta kerak. Daraxtlar ko'p chopib olaverak. Shaxtaga tushganimizda katta shaxta bo'lsa, qaytib chiqib kelish ham bor-ku. O'shanga ham kerak bo'lib qoladi. Endi mana bu tovuqni ham o'ldirib olsam, mayli, ketib qoldi.
Katta shaxtalar kerak. Katta bo'lsa ham mayli. Ana topdim chekida. Voy, bo'ldi ketdik. Mayli. Yo, telezubец. Mana hardcore videoga nuqta qo'yishim mumkin, shuning uchun qochamiz bu yerdan. Bu sit tanish sit. Bu. Yo, zombi. Menga temir kerak. Bu yo'q. Temir qilichli zombi. Temir qilichli zombi bu degani shunday qilamizda. 2 blok baland qurib olamiz. Agar bular bu yoqqa chiqib qolmasa, oltam jonim chekan qoldi. Ana shuni o'ldirib olish kerak. Yo'q, bolta ketdi. Qo'lda kirkan hatto shu ham jon oladi. Qilich tushdi. Yaxshi. Nega bir şey deydi men tezroq yo'q o'ldim. Do'stlar. O'ldim deb o'ylagan edim. Lekin men uncha o'ldirmayman. Shurga qo'yamiz. Verstaga kiramiz. Bitta bolta yasaymiz. Bu yerdan chiqib ketamiz. Creeper. Hammayli creeper hech narsa qilmaydi. Hech narsa qilmaydi emasmish. O'ldirib yuboradi. Bitta keladi. Bitta portlaydi. Uncha paytda men ha deb qochib ketgan bo'laman. Portladi hammayli. Do'stlar, tezroq kirishimiz kerak. Bizga haligacha temir asog'larimiz yo'q. Bitta temir qilishni tashlashni ham zombida oldim. Ko'mir olmabman-da. Fakkellasab olardim. Ko'mir bor ekan. Temir yo'q-ku, bu shaxtada. Bu yoqda katta shaxta bor ekan. Olmos topmasammi? Yo. Bunday qilamiz. O'ldirib qo'ydi do'stlar. Voy. Yo'q. Mayli, o'sha modda endi sinab ko'ramiz. Xohlasanglar bu video nechinchi daqiqasi? 13 daqiqasi bo'pti unda. Yangi zona ochaman. Yangi zona. O'sha modda tez kirib ko'raman. Qaramiz. Do'stlar, men videoni pauza qilib turaman. Sizlar buncha paytni ko'rib o'tirmaysizlar, chunki pauza qilib turaman. 2 soat gradus. Do'stlar, biz ham kirdik. Yo my god! Qanday narsani tushuntirsam bo'ladi? Endi bunisini qanday ta'riflashni ham bilmayman. Nima bu? Mayli. Avtomatlar bo'ldirish yerda sinaymiz. Avtomatlarda shularga sinab ko'ramiz. Menimcha bu yerda bo'lsa kerak u. Chiqan avtomat qo'shmoqchi. Qanaqa tuxumlar. Nima bu endi? Buch. Tishlasa bo'lmayapti.
Nereden qilib Gel. Xullas hech narsa qo'shilmabdi. Bekor meni aldabdi. Do'stlar, qanaqa mod o'tkazamiz yoki hozirdan shu sinaymiz modlarni. Men qanaqa mod kanalidan foydalanaman deb ko'rsatay. Meni to'xtanglar. Men mana shu qanday bittagilardan mana shu yerda o'tkazdim. Endi men buni ichiga kiraman. Mana shu ilovadan foydalanaman. Ilova kirasizlar. Reklama chiqapti. Bo'ldi, video tugadi.